Bu videoda biz Minecraftning top 3 ta uzun market versiyalarini tekshirib ko'ramiz va ularga baho beramiz. Sizlar esa videoni albatta oxirigacha ko'ringlar. Bizning birinchi o'yinimiz Blockcraft 3D o'yini. Qanunda gap ko'p cho'zmasdan o'yinga kirib, unga 1 dan 10 gacha baho beramiz. Mana bolalar uje biz o'yinga kirib olyapmiz. O'yin boshlanish qismi chiroyli, Eiffel minorasi va Londondagi soat. Animatsiya. Xo'sh, animatsiyasi juda ham yoqimli, qanaqadir rang-barang. Mana bu shaharmi bu? Qandaydir. Hop, okey, bu qayoqqa ketadi? Toza. Xo'sh, yo'q, biz uje qayoqqadir keldik. Yo, Blockcraft. Xo'sh, menga boshqarishlarni o'rgatyapti. Men o'rgatishi shart emas, o'zi bilaman shundaysiga. Mana bu joystick, xo'p, bu bilan harakatlanib, mana bu bilan sakraymiz. Okey, tushunarli. Mana bu bilan biz inventarni ochamiz. Bu yerdan taxtani olib, yana inventarni yopib, mana bu yerga bitta taxta qo'yamiz. Bosib turib yana bo'lsa bo'lar ekan. Hop, qishloqqa ketdik. Qarochi, mana bu qishloq anonsi chiqdi, uni bosdim va men переходni qaranglar, bulutlar bilan takoy. Aha, demak bizga hozir qurishni o'rgatyapti. Buni qurib tashladim, bo'ldi. Yo, men bu otni qaranglar bolalar turishini. Tepaga ham chiqib ketaverar ekan agar blok qo'ysam. Yo'q, tak, men prosta hozir bloklarni bosyapman, o'zi qo'yapti qayerga qaysi blok qo'yilishini. Yaxshi, buni ham qurib bo'ldik. Xo'sh, bu yerda nima bor? Building no. Demak, mana shuni quramiz hozir. Okey, men bu yerga joylashtiramiz. Bo'ldi. To'g'risini aytaman, bolalar, buni qurish juda ham oson, chunki men bu любой blokni ustiga bosyapman, uni o'zi qaysi blok kerakligini o'zi tanlab qo'yapti. U juda ham oson. Masalan, tepasiga mana shu blokni qo'yadigan bo'lsam, men o'zi paydo bo'lib qolyapti qo'limdan. Uje kam qoldi, hozir buni qurib bo'laman. Okey, men bu yerga ham qo'yamiz. Qarochi, men bu orqa tomonlariga bossanglar ham qurilar ekan. Men buni ham qurib bo'ldim. Mayli, bizdan nima ketdi? Men buni ham qurib qo'yamiz. Men bunimi? Bu bittani o'zi paydo bo'lib qoldi. Bitta almazmi? Men bu izimurudmi? O'shani evaziga o'zi paydo bo'lib qoldi. Respekt. To'xtanglar, men bu kamera ham bor. Mahal qiz bola ekanman, qiz bola personaj. Yo'q-mayo. Qanaqa shuncha payt qiz bola personajda o'ynadim, ha? Yo'q-mayo. Va bo'la e'tibor qilsanglar, bizda karta ham bor ekan, xarita. Men buni yaqinlashtirsak bo'lar ekan. Xo'sh, men buni aylantirsak bo'ladimi? Aylantirsak ham bo'lar ekan. Gap yo'q. Karta ham qo'shibdi, lekin karta qandaydir kichkinadek ko'rindi. Balki ana ularga borsak ochilib qolar uyoqlar ham. Yaxshi, hozircha o'yin yaxshi. Yo, what? Tushkatdim. Qanday chiqaman tushgan? Bo'ldi, men bu yerdan qazib chiqib oldim. Yes. Mana bu bizning bayroq bo'lsa kerak, nima? Qizil bu, mayli, e'tibor qilmaymiz. Men yana bitta uy qurmoqchiman, bu safar kattaroq. Ana boshladim. Fakir qo'yib chiqamiz. Aytib bo'lmaydi, zombilar bo'lishi ham mumkin. Hali zombi ko'rmadim-ku, baribir yorug'lik manbai turaversin, ziyoni tegmaydi. Xo'sh, men bu yerdan skinni almashtirsa bo'lar ekan. Katarina. Hozir men buni ismini o'zgartiramiz, Frozen deb qo'yamiz. Men bu negaligini qaranglar, nega? Frozen. O'zimnikini qo'yib qo'yib bolalar. Xo'sh, men bu yerda nastroykalar ham bor ekan. Istaganingizcha ko'rishingiz mumkin. Xullas, men o'yinga kirib oldim. Ana endi skinimni What the? Nima bu? Men o'zimiz skinimmikan desam, bu boshqa ekan. Men o'zimiz skinim hali ham o'sha sariq soch, men bu nega emas. Men bu nega Frozen yetmaganiga qiz bola ham bor. Xo'sh, bu o'yinga men 10 dan 8 beraman. Menimcha bu adolatli qaror. Bizning ikkinchi o'yinimiz Worldcraft o'yini. Bu o'yinga ham hozir tezdagina kirib olamiz. Yo'q-mayo, men o'rgimchani qaranglar turishini. Mana o'yinga ham kirib oldik. Multiplayer rejimi ham bor ekan, qo'yilgan. Okey, men single player. Hop, o'yinchi ismi bizning ikkimizga kiritishimiz kerak, Frozen. Xo'sh, bu yerda o'zimizga skin tanlashimiz kerak. Xo'sh, qaysi birini tanlasam ekan? Buni qiz bolaniki ham bor ekan, hattoki. Men bu yerda King degani ham bor ekan. To'xtanglar, men mana shuni tanlayman. Chunki toji bor, o'zimiz skinimda ham toji bor. O'shanga o'xshagani uchun o'shani tanlayman. Test qilishimiz uchun mer nomini test qilib qo'ydim.
Okay, boshladik. Hop, tezroq boshlan. 100% bo'ldi. What the qo'lini nima bunaqa? Juda ham uzun ekan qo'li, qandaydir ingichka ham ko'rindi menga. Okay, men daraxt chopyapman, chunki bu yerda survival qilishim kerak, men yashab qolishim kerak. Men bu nimaga chopilmayapti? Demak faqat qo'lda chopiladi. Mana qo'lingizga daraxt ushlab chopsanglar, chopilmaydi. What the fuck? Bola, hattoki mana bu yerda tekstura paklar ham bor ekan. Mana bu yerda qo'lingizga qo'yib olsanglar bo'ladi. Men modringga qo'yib oldim. Okay, biza survival qilishimiz kerak. Biza omon qolishimiz kerak. Xuddi boshqa Minecraftlarga o'xshab. Mana bu versakka tushunish vashi qiyin. Men bu yer g'ormikan desam, g'ormas ekan. Men bu yerda cho'l ham bor ekan. Ketdik, unda cho'lda biror qiziqroq narsa bordir balki. Wow, sahro, naryodan ham battar. Men bu gulmi? Sahroda gul. Chevo. Mana endi gulni qaytarib qo'yib bo'lmaydi, rasvolik. Okay, unda gulni o'zimiz bilan olamiz. What? Nima bu? Kurkami? Bizning tilda, bizning shevada, ya'ni kurka deyiladi. Menimcha sizlarda ham kurka deyilsa kerak, What the? Xo'sh, buni o'ldirsa nima tushadi? Go'sht. Yaxshi, go'sht. Bu tabiiy hol. Men bu. What the fuck? Kaktusga tegsa jon ketmas ekan. Ana minus. Yonmayo, bu yerda bunaqalar ko'p ekan hali. Haqiqiy Minecraftga ham mana shunaqa qo'shsa, lekin ancha o'yin qiziq bo'lardi. Wow, bolalar, hattoki tuya ham bor ekan. Qoyil ekan boraman. Tuya, meni bo'lmasmikan bunga? Yo'q, meni bo'lmas ekan. No mayli. Hattoki quyon ham bor ekan. Quyon, mana quyonni qaranglar, haqiqiy realistikka o'xshaydi. Mana bu qanaqa hayvon? Cho'chqami deyman bu. Cho'chqa. Yo, mana o'rgimchini. What the fuck? Men bola hayotda ham o'rgimchakdan qo'rqaman, lekin mana bu o'yindagi vashshi strashni. Qoch. What? Bu nima? Bular ikki kishi bo'lib menga tarmashyapti. Yo-moy, mana bu oldidagi o'rgimchak bilan mana bu What the? Jimgina qochamiz. Bu yerda eng to'g'ri yo'l bu qochish. Bola bu o'rgimchaklar shunaqa bo'lsa, zombilar qanaqa ekan? Zombilar ham bormi ekan bu yerda? Balki men bu yerda zombi bordir. Tushib ko'rish kerak. Men o'rgimchak yana kelyapti. O'ldir buni, o'ldir. O'lib ket. Bola men hujum qilishini qaranglar, qanaqa qo'rqinchli ko'rinadi. Sizlarga zombilarni ko'rsataman deb g'orlarni kreativda aylanib chiqdim, lekin bitta ham zombi topa olmadim. Va eng qizig'i kreativda, hattoki inventarda ham zombining umuman yo'q ekan. Xullas keyin men uy qurdim. Nima uchun uy qurganimni o'zim ham bilmayman. Xullas, mana bu o'yindagi mening birinchi uyim tayyor. Unaqa zo'r chiqmadi-yu, lekin yashasa bo'ladi. Worldcraft o'yiniga men 10 dan 9 qo'yaman, chunki bu yerdagi hayvonlar juda ham realistik, ayniqsa o'rgimchak bu menga juda ham yoqdi va 10 dan 9 ball berishga qaror qildim. Nihoyat bizda oxirgi o'yin Craft Building o'yini. Bu o'yinga ham kirib olamiz. Mana men o'yinga ham kirib olyapman. What the fuck? Yana qiz bola personaj. What? O'yin sirasi boshlanib ketdi. Bola hech qanaqa menu degan narsalar umuman chiqmadi. Hop, okay. Men bu yerni bilaman. Menimcha sizlarga ham tanish ko'ringan bo'lsa kerak. Hop, blokni yana sindirish uchun bosib turamiz. Mayli, okay. O'yin yana zagruzka bo'ldi. Xo'sh. Wow, men bu atmosferani qaranglar. Men jirafa. Gap yo'q, lekin men jirafani cho'tka qilib qo'yishibdi. Stop. Ana yerda odam bor. Yoniga borish kerak. Men bu o'ynayaptimi? Yo, salom alaykum, brat. Yaxshimisiz? Brat deb xato aytdimmi deyman. Mana shu yerda bir 15 kuncha tursangiz, o'zingizga kelib qolarsiz, brat. Uchib ketdim. Qandaysizga? Bola, men hayvonlarga rostdan qoyil qoldim. Mana bu yerda hattoki shir ham bor ekan. Jotga gap yo'q. Mana bu tovuq tiqarilar haqiqiy hayotdagiga o'xshaydi. Qoyil ekan. Bola, hattoki mana bu cho'chqa ham bor, haqiqiy reallikka yaqinda. Mana bu harakat. Mana bu osmondan tushib kelyaptimi? Menimcha mo'bila tepadan tushib kelib spam bo'lsa kerak. Mana bu qoplonmi bu, yaguarmi yoki gepardmi? Xullas shunaqa hayvon ekan. Lekin mana bu sigirga gap yo'q bola. Bu sigirmi, ho'kizmi bilmadim-ku. Yorib qo'yishibdi lekin mana shuni. Craft Building o'yiniga ham men 10 dan 8 qo'yaman. Menimcha shu yaxshi qaror. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Ushbu videoga ham 200 dan ortiq like to'plab tashlaysizlar degan umiddaman. Shu yergacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha